Aziz o'rtoqlar, mana jannatdan bir qasr deb qurilayotgan uyimizni Xudo xohlasa mana devorlarini, betonlarini ham bo'p qoldik pashti. Siz kuzatib turing. Agar o'xshayotgan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'yishingizdan chiqmasin. Sizlarni yaxshi ko'raman. Mana bu yoqda shoxlarimiz bitta xonasi to'g'ri bo'ldi. Mana bu yana bitta xonamiz. Mana yarmi bo'ldi. Bo'ldi, Xudo xohlasa. Jannatdan bir qasr deb nomlangan uyimizda qurilishlarimiz davom etyapti. Xudo xohlasa sizlar bilan birgalikda bu proyektimizni ham tugatamiz. Rahmat hammaga.